Assalomu alaykum hammaga. Bizaga mini kameramiz keldi. Sizlar bilan shuni telefonga Wi-Fi ga qanaqa ulashishni ko'rsatib beraman video qilib. Bu korobkasining ichidan shunaqa kichkina kamera chiqar ekan. Nashnoylari bor ekan. Faqat batareykasi yo'q ekan buni. Zaryadkaga qo'yadigan joyi. Fleshga qo'ysa bo'lar ekan bunga. Kameramizning komplektida zapisini kompyuterga tiqib ham ko'rsanglar bo'ladigan adapteri bor ekan. Mikrofleshkaga. USB'si. Qaysi ilovada ishlash to'g'risida qibir kodi bor ekan. Mana shu programmada ishlar ekan. Bu programmada ko'p kameralar ishlaydi. Kommentariyalarda ko'pchilik so'ragan ekan. Mana shu ilovali kameralarni ham obzor qilib bering, ulolmayapmiz deyishganiga shu kameradan zakaz qildi. Bu A9 kameralarga ham tushadi. Men hozir sizlarga Wi-Fi ga qanaqa ulashishni ko'rsatib beraman. Boshqa kameralar ham shu programmada ishlasa, hammasini xuddi shunaqa ulab olsanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib telefoningizga Samsungmi, iPhone'mi, nima telefon bo'lsa ham hammasiga bor ekan. Hammasini Play Marketida yo App Store'da bor ekan bu programmasi. Birinchi bo'lib shu programmani yozib olasizlar. Men yozib oldim o'zim telefonimga. Keyin kamerani tokka tiqishimiz kerak. Qizil chirog'i yondi. Ko'k chirog'i o'chib yongunicha kutamiz buni. Ko'k chirog'i o'chib yonmasa, tez margat qilyapti. Bunaqa bo'lsa, bunga bitta perzagruska berib yuborish kerak bo'ladi. Bitta kichkina restart knopkasi bo'ladi. O'shani bosib tursanglar, kamera bitta o'chib yonib, boshidan perzagruska beradi. O'sha Wi-Fi antennasi tarqatyapti. Endi buni biz Wi-Fi ga ulab ko'ramiz. Wi-Fi qidir tursa, ochuv Wi-Fi buniki bo'ladi. Mana ochuv Wi-Fi turganiga ustiga bosamiz. Ozgina poylab tursa, razрешение so'rash kerak bizdan. Mana razрешить so'radi. Всегда подключайтсani bosamiz. Kameramiz hozir bu o'zini Wi-Fi ga ulandi bu. Bu hozir chet eldan, uzoq masofadan turib ko'rsanglar bo'lmaydi. Faqat oldida bo'lganingizda Wi-Fi masofasi yaqin bo'lganda ko'rsanglar bo'ladi. Hozir atmeni qilamiz. Kimda A9 yo mana shu kameradan bo'lib ulolmayotgan bo'lsa, birinchi bo'lib mana shu chirog'i, ko'k chirog'i bor. Tez yonib o'chsa, u значит restart berish kerak bo'ladi kameraga. Agar mana shunaqa o'chib yonayotgan bo'lsa, Wi-Fi antennasini qidirtirsanglar, mana shu antennasi chiqadi. O'zi parolsiz, mana shunda ustiga bossanglar, ulanadi. Faqat razрешить berib olishingiz kerak bo'ladi. Keyin telefoningizlarni ko'rasizlar. Lokatsiyalar yoquv bo'lishi kerak. Tekshirib olasizlar shularni. Mana hozir kameramiz ulandi. Ustiga bossanglar mana ko'rsatadi. Ko'rsatishlari tinu, yaxshi kamera ekan. Tavsiya qilaman. Agar kimgadir kerak bo'lsa, sotuvda mavjud. Nazorat qilamiz. Endi bu kameramizni Wi-Fi ga, uyimizdagi Wi-Fi ga ulamoqchimiz. Nastroykani bosamiz ustiga. Nastroyka Wi-Fi turibdi. Shuni ustiga bossa, ozgina poylab tursanglar, mana bu yerda o'zingizlarning uyinglardagi Wi-Fi chiqib keladi bitta spiskasi. Men o'zim uyimda iPhone degan Wi-Fi ga ulamoqchiman. Tanlayman ustiga bosib, mana bu yerda parolini to'g'ri yozib olishingiz kerak bo'ladi. Shunga e'tibor berasizlar. Agar kim bitta nimadir xato bo'lsa ham ulanmasligi mumkin, ulanmaydi ham. Terdim, saqlanibdi bosaman. Keyin ustiga bosib yuborsam, ozgina poylab tursanglar, уже ulanadi. Hozir подключение turgani. Hozir mana подключение успешно chiqdi. Endi ustiga bossanglar ko'rsaturadi. Ko'rsatyapti. Hozir endi buni Wi-Fi dan uzamiz. Wi-Fi dan uzib, telefonning internetini yoqamiz. Mana telefonning interneti yondi.
Подключение успешно chiqdi. Yuzingizni avval Уже ko'rsatyapti bunda ham. Boshqa shahardan turib ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Ulab qo'yildi. O'zini internetida ishlayapti. Agar videomiz kimgadir qiziq bo'lib, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar. Kimda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon nomer qoldiraman, telefon qilib so'rashinglar mumkin. Agar sizlarda boshqa kamera bo'lib turib, telefonga ulolmayotgan bo'lsanglar, Telegramdan yozsanglar, rasmini tashlasanglar, adminlar javob beradi. Qo'ldan kelgancha ulashib yuborishadi. Xayr, salomat bo'linglar.